Shu videoni ko'rib turgan telefoningizdan tortib, xonangizdagi barcha narsalarning 90% shularga tegishli. Ular Vanguard, BlackRock va State Street. 1970-yillarda John Bogle Amerika birjasida avval hech qachon bo'lmagan passiv fondni o'ylab topadi. Ya'ni 3 ta korxonaning aksiyasini olishning o'rniga o'zi 500 ta korxonaning aksiyalaridan savat shakllantiradi. Natijada ulardan bir nechta korxona zarar qilsa ham umumiy portfel foyda ko'radi. Keyin esa Vanguard bunyod etiladi. Uning ortidan BlackRock va State Street quriladi. Bular Amerika iqtisodiyotini oyoqda ushlab turgan eng katta uchlik hisoblanadi. Bu uchlikning nega bu qadar kuchli ekanligini tushunish uchun Amerika iqtisodiyotini tushunishimiz kerak. Amerika iqtisodiyotining javobi esa Ikkinchi jahon urushida. 1944-yilda Amerika hukumatı urushda g'alaba qozonayotganini anglab yetadi va o'z kuchini yanada mustahkamlash uchun Yevropa davlatlariga Bretton Woods shartnomasini imzolatadi. Shartnomadan keyin IMF quriladi. Urushdan zarar ko'rgan davlatlarga yordam berish uchun esa Jahon banki tashkil qilinadi. Shuning o'zi Amerika Qo'shma Shtatlarini dunyo tarixidagi eng kuchli imperiyaga aylanganini ko'rsatadi. Na Usmonlilar, na Buyuk Britaniya imperiyasi va na Rimliklar bunchalik qudratga ega bo'lishmagan. Ya'ni butun dunyo oltin rezervining 70% ga yaqini Amerikada to'planadi. Tarixda bunday holat hech qachon bo'lmagan va Amerika dollarini oltinga indekslaydi. Bu shu degani, agar sizning davlatingiz oltin olishni istasa, eng birinchi dollar olishga to'g'ri keladi. Ya'ni dollarni oltin, kumush yoki olmos kabi qazilma boyligiga aylantiradi. Ya'ni o'zi pechat qiladigan qazilma boyligi. Shu tariqa dollar butun dunyo savdosining eng asosiy jon tomiriga aylanadi. Bu holat 30 yilcha davom etadi, toki 1970-yillardagi Nixon inqirozigacha. Chunki Fransiya, Germaniya va Buyuk Britaniya kabi davlatlar Amerika dollarini oltinga qaramasdan xohlagancha bosib chiqarayotganini ko'rishadi va o'z oltinlarini qaytarib olishni istashadi. Hatto Fransiya hukumatı o'z oltinini qaytarib olish uchun Amerikaga harbiy flotini ham jo'natadi. Bunga javoban Nixon hech qanday oltin yo'q, men bu indeksni to'xtatdim deb javob beradi. Ammo dunyo savdosi hali ham dollarda amalga oshirilardi. 1-2 yildan so'ng esa neft-dollar shartnomasi imzolanadi. Bu esa neftni dollarga indekslash edi. Ya'ni biror bir davlat neft olish uchun eng birinchi dollar olishga to'g'ri keladi. Shartnoma kuchda qolish uchun Amerika hukumati Saudiya qirollari bilan shartnoma imzolaydi. Unga ko'ra Saudiya qirollarini Amerika himoya qiladi. Ular esa neftni faqat dollarga sotadi. Va shu kabi strategik qadamlar natijasida Amerikaga aylangan. Xo'sh, Amerikaning neft-dollar shartnomasiga qarshi chiqqan shaxslar bo'lmaganmi? Albatta bo'lgan. Ulardan biri Muammar Kaddafi, ikkinchisi Saddam Husayn.